Ey Rabbim, sening osmoning bulutli, lekin yomg'irlaring ko'zlarimdan yog'moqda. Rohil rosa 11 yildan beri farzand kutayotgandi. 11 yildan beri Faddon xalqining ayollari uning ortidan gapirib, ko'nglini og'ritishdi. Ammo u katta matonat ko'rsatdi. Unga kasal dedilar, uni tug'mas dedilar. Boshgohin menga duo bersin. Bu kecha Yoqubning xonadoni uchun shunday bir ishlar qilishim kerakki, endi meni yolg'iz qoldiring. Yoqubning xonadoniga ma'budlarning la'nati bo'lsin. Yoqubning bu qilmishlari javobsiz qolmasin. U jazo olishi muqarrardir. Ey buyuk ishtar, barcha g'azablaringni Yoqubning oilasiga ko'rsat. Rohil va uning bolasi bu kecha o'lish kerak. Shu bilan birga men faqat Rohil va farzandim uchungina sendan yolvormayapman. Ularning o'limini senga ishonmagan butparastlarni sevinishidan qo'rqyapman. Shirk bo'lgan butparastlikni yo'qotish uchun necha yilki men harakat qilib kelmoqdaman, lekin bu harakatlarim natijasiz qolishidan qo'rqaman. Yordam ko'rsat Allohim. Ayolimni va farzandimni qutqar. Ularning shifo topishi Faddon xalqining uyg'onishiga sabab bo'ladi. Ishtar ibodatxonasini yong'in ostiga uloqtirib, yagona Allohga ishonganlarni mushriklar ustidan zafar qozonishiga olib keladi. Sen rahimli zotsan. Mehribonsan. Menga yordam ber. Menga yordam ber. Kechaning bu vaqtida bu yorug'lik nimasi? Rohil o'ziga keldi. Yana to'lg'oqlari boshlandi. Yomg'ir yog'sa kerak. Balki osmon ham Rohilni holiga yig'lamoqchidir.
Bu momaqaldiroqlar g'azabingni ko'rsatuvchi bir ishoratdir. Bu momaqaldiroqlar g'azablarning natijasini yog'diradi. Yoqub va uning oilasiga jazosini beradi. Ey buyuk ishtar, tangrilarning g'azabini keltir. G'azab olovini Yoqubning oilasiga yo'lla. Yo'lla! Bu qanday bo'ldi? Demak, Rohilning farzandi sog'-salomat dunyoga keldimi? Isterning la'nati nima bo'ldi? Isterning ma'budi nima qila oldi? Ruxsat ber. Faddon xalqi seni qudratingni va Isterni la'natini kuchini ko'rsin. Buyuk ishtar, barchamizni xursand qil. Ruxsat berki, do'stlaring Yoqubni xudosini qanchalik ojiz xudo ekanligini ko'rib qo'yishsin. Allohning payg'ambariga salomlar bo'lsin. Allohning payg'ambariga salomlar bo'lsin. Sizlarga ham Allohning salomi bo'lsin. Yuzingiz yorug' bo'ldi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bizga bergan ne'matlari uchun Allohga shukr aytaman. Sen uchun va farzandimiz uchun xayr va baraka tilayman. 11 yildan beri seni kutayotgandik. Nega bunchalik kechikding? O'g'ilmi, qizmi deb so'ramaysizmi? Yusuf ismi qiz bolaga beriladimi yo o'g'il bolagami? Qayerdan bildingiz? Sizga kim aytdi? Alloh, biroz oldin uni bizga sovg'a qilgan Alloh aytdi. Bu yomg'ir o'zing bilan olib kelgan barakotdir o'g'lim. Xush kelibsan. Rohil va uni farzandi soppa-sog'. Xo'p, unda nega yomg'ir yog'moqda? Faddonga yetib kelgan. Bu yomg'irni qaranglar. Ana endi hosilimiz mo'l bo'ladi. Nega hayron bo'lasan? Axir bu Yoqub va Rohilni farzandi. Alloh ularni nolasini eshitdi. Rohil va uning farzandiga hech narsa qilmadimi? Albatta, ko'rmayapsanmi? Qadami qutlug' keldi bu bolani. Ko'zlarimga ishonmayman. Nahotki
Qarang, yog'ishini qarang. Yomg'ir yog'yapti. Qaranglar. Ey haloyiq, nima qilib turibsiz? Bularning barchasini bir chetga qo'yib, tuyani qurbonlik qilinglar. Yoqubning xudosiga minnatdorlik bildiramiz. Bugun qizimning yangi tug'ilgan va faddonni og'ir kunlari yakuniga yetgan kun bo'ladi. Ester! 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 Yo'q! Yong'in! Yonyapti! Yordam beringlar! Yordam beringlar! Yong'in bo'lyapti. Esterning ibodatxonasi yonyapti. Qarang, yonyapti. Yonyapti? Yong'in! Buni qarang. Butxona yonyapti. Hokim janoblari, butxona yonyapti. Nima bo'ldi deding? Ibodatxona yonmoqda deyapman. Men bilan yuring. Buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Men borib bilay-chi. Ibodatxona yonyapti. Yong'in! Qaranglar, yonyapti. Ibodatxona yonmoqda. Yordamga shoshilish kerak. Yordam beringlar. Yong'in! Qaranglar, ibodatxona yonyapti. Yordam! Iltimos, yordam beringlar. Yonyapti, yordam bering. Yong'in! Yordam beringlar. Ibodatxona yonyapti. Hamma narsani o'chira oladigan yomg'ir nega ibodatxona yong'inini o'chira olmayapti? Bu g'alati emasmi? Yordam beringlar. Uni o'chirish kerak. Qani, bo'la qolinglar. Tezroq suv sepinglar. Bu nimasi bo'ldi? Tezroq suv sepinglar. Yordam beringlar. Janob, Ester qani? Ibodatxona ichida yong'inda qoldi. Uni qutqara olmadik. Nima uchun? Yonib ketdimi? Buyuk Ester yonib ketibdi. Unga yordam bera olmaymizmi? Olovga sig'ingan qohin xalqi ham yonadimi? Albatta yonadi-da. Ayb o'zida. Qudratli ma'bud ishlarning ishi shu bo'ldimi? O'zi va qohinlari olovda yonib ketsa, ular qanday qilib qohin bo'lsinki, o'zlarini qutqarishga ham kuchlari yetmasa? Ester Rohil va uning farzandi o'lishini aytgandi. Nima bo'ldi? O'zi yonib ketdi. Afandim, qayerga ketyapsiz? Yoqubning xudosiga iymon keltirgani ketyapman. Yoqub faddonga balo keltiradi demaganmidingiz axir? Endi bu qanaqasi bo'ldi? Tushunmadim. Uni qarangki, natijada Yoqubning o'g'li o'zi bilan yomg'ir va barakani olib keldi. Ketdik bu yerdan. Ketdik. To'xtang, qayerga ketyapsiz? Qolib qilgan xatolaringiz uchun kechirim so'rang. Qayerga ketyapsizlar? Hey, to'xtang. Bu yerda boshqa kutmang. Ketinglar bu yerdan. Qani, keting. Ko'rmayapsizlarmi?
Ibodatxona yonayapti. Ko'ryapsizlar-ku axir, yonmoqda. Endi qayerda nimaga sig'inasizlar? Keting bu yerdan, keting deyapman. Ishtar jazoimizni beradi. Kohinga xiyonat qildingizlar. Ketinglar bu yerdan. Bu yer lovullab yonayapti. Ko'rmayapsizlarmi? Hammangiz bu yerdan ketinglar. Ishtar barchangizni jazolaydi. Keting. Keting. Alloh rahmat ulashgan bu yomg'iri odamlarning badanini va ruhini birlashtirib shekilli. Qadami qutlug' kelgan va baraka yetaklab kelgan farzanding sababli Faddonga mana bugun yomg'ir yog'di. Uni bizga ko'rsatmaysanmi? Sizni payg'ambar ekanligingizni qabul qilishga majburman. Chunki men bilan chaqaloqning ilk ovozi bilan bir paytda ham butparastlarning ibodatxonasi yonishiga va Faddondagi g'urbatlarning yo'q bo'lishining shaxsan guvohi bo'ldim. Yusufning tug'ilishi qutlug' bir hodisa bo'ldi. Avvalo, Ishtar ibodatxonasining kulni ko'kka sovurgan va olamga yomg'ir yuborgan bizning Robbimizdir. U yagonadir. Uni ko'rishni xohlaysizlarmi? Ayting, xohlaysizlarmi? Men va ayolim sening payg'ambar ekaningga shohid bo'ldik. Ammo bu kecha Faddon xalqi ham sening hamda Robbingning qudratiga, o'z ma'budlarining ojiz ekaniga guvoh bo'ldi. Endi ular buyuk Allohga iymon keltirish uchun keldilar. Ey Allohning payg'ambari! Allohning payg'ambari, bu insonlarning qalblarini iymon nuri bilan yoritishga yordam ber. Ey xaloyiq, hammangiz uning aytganlariga qo'shilasizlarmi? Albatta. U holda men bilan birga qaytaring. Biz toshdan yasalgan butlardan, butun dunyodagi boshqa ma'budlardan, yuz o'giramiz. Yolg'iz Allohga iymon keltiramiz. Yer va osmonning egasi bo'lgan, buyuk zotning yerga yuborgan barcha payg'ambarlarga iymon keltiramiz. Ularning buyruqlariga itoat qilamiz. Alloh Ishtarning butxonasini yondirganidan so'ng 5 yil o'tdi. 5 yildirki, Alloh Faddon xalqiga o'z eshiklarini ochib, ularga baraka ulashib kelmoqda.
Bu damda Yaqub payg'ambar alayhissalomning suyukli zavjasi, Yusufning onasi Rohil keyingi farzandi